Assalomu alaykum, aziz quyon ishqibozlari. Sochimga qaramaysizlar, chunki hozir drapika oldi eshadim. Yem chiqarish masalasi bo'yicha. Aytgancha yemni o'zim chiqaryapman, o'zimga. Xuddi shunaqa holatda effektiga keladigan bo'lsak, Leylopanni effektiga hali yetganga ancha bor. Ungacha yetmayapti, to'g'risi. Xo'p, qisqacha fermadagi ishlarni aytib o'tmoqchiman. Kecha so'ydim ashlarni. Mana shu yerda quyon bor edi, 5 ta 3 oyligi 3 kilodan bo'lgan ekan примерно. So'yganimda hammasi 1,5 kilodan to'g'ri keldi. 5 ta quyon 7 kilo 400 mi 600 mi bo'ldi. 4 tasi qolgandi. Rovno 6 kilo chiqdi. Ajoyib raqamlar bo'ldi. Xo'p, quyonlarning bolasini tez tekshirib turish kerak bo'ldi. Sababi mana bu quyonchamiz hozir aylantirib olaydi. Sababi mana bu quyonimiz ikkinchisi tug'ilgan, ukol bilan tug'ilgan. 31-chisi tug'ish kerak edi. Ikkinchisi ukol qildim, tug'di. 5 ta bolasi bor edi. 31-chisi tug'ilgan quyonchaning bolasini olib bunga qo'shdim. Onasini so'yyordim, sababi bolalarga juda yaxshi qaramadi. Ikkinchi marta yaxshi qaramadi, so'yyordim. Keyin mana bu yerda agar o'tgan, bundan oldingi ikkita videoda ko'rsatdim. Mana bu yerda turgan ikkita ona quyonni so'yyordim. Mana unisi qariroq edi. Adashmasam emas, aniq nimadan bolasi edi bu. Hozir aytaman. Svetni o'chirib qo'ygandim. Xullas, svetni yana o'chirib qo'ygan yo'qdim. Mana bu quyonimiz rubrikadagi quyonni nimasi edi? 2 marta ketma-ket уже bolasiga yaxshi qaramadi. Bo'lib turadi, chunki quyonni joyi almashdi birinchidan. Men ko'nikmadimmi desam, yo'q. Ba'zi quyonlar bor, hozir ham bitta quyonimiz bor. O'ta gajir, g'ayur quyon hisoblanadi. Ana shu quyonimiz yopiq joy bo'lmasa tug'maydi. Ya'ni bola bermaydi. Qizg'anadi, ustiga chiqadi, yeb qo'yadi, shunaqa holatlar bo'ladi. Shuning uchun bu quyonim shunaqa. Ularni alohida katakka qamab, bolasini alohida olish kerak. Ana shu quyonimiz mana bu yerda ekanligida yaxshi bola berdi. Yaxshi oldim, barakat topdim desam ham bo'ladi. Lekin mana bu yerda 2 marta ketma-ket bolasiga qaramda shu nimaga ketdi? Zo'r go'sht berdi. 5 kilo chiqdi quyon. Yaqinda tug'ilgan quyon bo'lsa 5 kilo nima qildi? 2,5 kilo toza go'sht chiqdi. Mana bu quyon esa birinchi tug'ishida 2 ta tug'di, ikkinchisida 3 ta tug'di. Bu uni bolalari emas hammasi. Bitta bolasimi, 2 ta bolasi o'lib qoldi. Mana bu quyon yaxshi bolasiga qaramagan bu quyonni bolasini bu yerga qo'ydim. Xullas 2 ta quyondan 3 ta farzand bo'ldi. Bittasi invalid mana bu. Mana bu quyonimiz invalid, oyog'i ragatka bo'lib yotibdi. Bu qushlarda uchraydigan kasallik bor. Ragatka. Buni ustiga chiqqanmi, oyog'ini yeganmi, nimadir balo qilgan. Shulardan bittasini oyog'i neto. Mana qarabsizmi? Bu invalidi, ana shulardan bittasini oyog'i sal netoroq. Ya'ni bolalikda ezib qo'ygan. Shunaqa quyondan voz kechirdi. Mana bu quyonimiz 10 kun oldin yungini yulgandi. Bu hali tug'ishida bor edi. O'tgan safar ham 10 kun oldin yungini yulgandi. 29midi, 30midi, 31midi yungini yulib qo'ygan bu. Bolasi bormi yo'qmi bilmayman, borga o'xshayapti, lekin bu bolam yo'qmi. Agar shu safar ham tug'ilsa, bu ham ketadi. Mana Leyla opani stiliga sekin o'tyapman. Bir marta shans beraman shekilli edi, chunki o'tgan safar videoga nima qilgan, men bir marta shans beraman, tug'masa go'shtga ketaveradi. Hozir menda ham tayyor bor edi, bitta quyonning o'rniga 5 tami, nechtadir quyon tayyor turadi degandilarda. Hozir menda ham 3 ta kakras tayyor, 3 ta qafasim bor. Salomat bo'linglar deymiz, bo'ldi. Mana ularga keladigan bo'lsak, bularning ba'zilari ko'p, ba'zilari kam tug'ildi, lekin birinchi martaga tug'ilganda 11 tadan tug'ilganda bor. Mana uchun misol uchun, mana bu misol uchun, mana bu misol uchun. Mana bu quyonimiz ajoyib xarakterni egallab oldi. Yemini to'kishni 2 kundan beri och qoldiryapman. Yemini faqat mana bu yerga beryapman. Kerak bo'lganda ozgina beryapman. Nima qilmadi? To'kmadi. Menimcha aqli kirib qoldi shekilli. Xo'p, mana bu quyonchalarimiz 20-chi tug'ilgan quyonchalarimiz bugun 5 bo'lsa, 15 kunlik bo'libdi. 15 kunlik quyonchalarimiz yurishni endi boshlayapti. Mana chiqishni ham boshladi bitta ikkitasi. Xo'p, 15 kunlik quyonchalarning ahvoli. Mashalloh deb qo'yasizlar. Mana ona quyonimiz katta quyon. Vazni ham zo'rda buni. 5 kilo 660. Bu 30-soni nimasi? Nomi nima edi? O'lchami 24 ta tug'ish kerak. Hali bunga ancha bor tug'ishiga. Fermada shunaqa gaplar, aytgancha go'sht masalasini aytib o'tay. 5 ta quyon mana bu yerda qolgan edi. O'zi 5 ta emasdi, ko'p edi. Bundan kichiklikda qanchasini so'yib o'rgandim. Hali yozuvlarini tozalab tashlaganim ham yo'q. 6 tadan edi, adashmasam har bir qafasda. Har bir qafasda 6 tadan edi.
Oxirida 5 ta qoldi. Xo'p, bu 5 ta quyon 7,5 kilo chiqdi. Salkam 700, 400, 600 chiqdi. Mana 2 ta quyon bilan 11 kilo necham ketdi. Instagramga xullas reelsni ko'rsanglar, mana $100 ozgina qopti deganda o'sha 11 kilo qancha? Mana shundan 7,5 kilo 5 ta quyonniki ikkitasi qolganini 2 ta quyonni nimasi? Xossatan mana shu quyonimiz 2,5 kilo. Endi quyonni go'shtiga keladigan bo'lsak, kattasi sal qayishroq bo'ladi, ya'ni qattiqroq bo'ladi, yoshi zo'r bo'ladi. Tajribadan o'tgan, kalifini yeb ko'rgan odamman, jaydarini ham yeganman, xikolchalarni ham yegan odam sifatida aytyapman. Xikollarni 3 oylik quyonni go'shti zo'r bo'ladi. Kalifimizni 3 oyligi go'shti bunchalik yetmaydi, lekin 4 oy, 4,5 oyda ana shunaqa xikolni vesidek chiqadi kalif. Go'shtiga keladigan bo'lsak, bilmadim. Aytgancha quyon go'shtini pishirayotganda qanaqadir lo'hob deymiz endi biza. O'zbekchasiga to'g'risi bilmayman nima deyishni. Suyuqlikka o'xshagan shilimshiq narsasi bo'ladi deyshadi. To'g'risi menda bir marta bo'lgan, boshida quyon olganimni. Hozir unaqa uchratmayapman. U pishirishga ham menimcha bog'liq. Shashlik qilgani, shashlik ham zo'r chiqqan. Qovuq qildi, qozon qovuq bo'ldi. Unisi ham zo'r chiqdi. Maslahat beraman. Xo'p, endi quyon olish bo'yicha kichkina lifehack aytmoqchiman. Hozir telefon bo'ldi. Kecha qo'ygan reelsni orqasidan supermarketlar aloqaga chiqishdi. Qancha bo'lsa olamiz, yetkazib bera olasizmi? Yetkazib bera olmayman. Keyingi oyga tayyor qilaman. 7 tami chiqadi. 7 ta go'shtga ketadigan quyonimiz bor keyingi oyga. Keyingisiga mana shular xudo xolasa bo'ladi. Endi ularga yetkazib bera olmaymiz. Qancha bo'lsa olamiz deb qo'yishdi. Hozir 4 ta bor. Uni ham narxini kelishyapmiz hali. Shunaqa gaplar. Hammalarga rahmat. 3,5 mingtadan o'tibmiz YouTube'ni o'zida. Instagramda esa 10 mingdan qo'shibmiz. Barchalarga katta rahmat. Charchamanglar. Shuncha qo'llab-quvvatlab har doim kommentariy yozadigan azizlarimiz bor. Ular bizda topda turishadi, ya'ni YouTube tvorческий studiya degan narsa bor. YouTube boshqaradigan, YouTube'ga kontent qiladigan odamlar uchun ko'p komment yozadigan odamlar doim tepada turishadi. Doim sanga kompliment qilishadi. Hatto ularning kommentariyasi birinchi ochiladi, kelib chiqadi. Barchalarga katta rahmat. Charchamanglar. Quyonchilik avjida aytgandek sunnat akani gapi bu. Hammani Xudo barakasini bersin, ishini rivojini bersin. Charchamanglar.